Hammaga salom. Ismim Avazbek. Taniganlar bor, tanimaganlar bor. O'zimiz oldida kamera boshqalarni nazorat aylanib Yevropani Slovakiya davlatidagi Bratislava degan poytaxtni aylanayapman. Ko'chalarni sizlarga ko'rsatmoqchiman. Batlarda bunaqa 3 etajli uylar rosa moda ekan. 4 etajlilar ham bor, 29, 62 etajlilar ham bor. Ko'proq joyda mana shaharning ichida mana 3 etajli, 4 etajga nargan kichkina. Bunaqa 3 etajli. Shu oxirgacha 3 etaj. O yoq tomon o'sha Center Ploshchad. Mana Yevrosoyuz bilan Bratislavani bayrog'i mana. Bitta pul muomalasi faqat yevro. Yevro, hamma yo'q yevro. Hozir biz yana ko'chalar bo'lsa mana uylarning qurilishi. Uylar qurilib, oldin bunaqa parking ekan. Parvozgacha. Asta, Ministerstvo Finans ha. Kattalarning uyiga. Mana ko'pchilik aytadi Bratislavada ruscha gapirishni bilsam bo'ldi. Yo'q, ruscha gap umuman hali to'liq qilib aytganda umuman ishlamas ekan bu yerda. Bitta ikkita agar qariyalar oldingi bir paytlar agar sovet paytida rus o'qishgan bo'lsa, ular ham o'sha gapni gapirmaslikka harakat qiladi. Nimagaki Ministerstvo Finans Slovakiya Respublika. Ular ham ruschaga gapirmaslikka harakat qiladi. Nimagaki bitta rusofobiya degan narsa bor. Uni ruscha natijasida bular ruslarni yomon ko'rishadi, ruscha gapirganda ham yomon ko'rishar ekan. Endi hamma yo'qda bas, endi iloji yo'q. Ruscha gapirsangiz sal-pal bo'lsa ham javob qaytarishadi, endi slovakchaga javob qaytarishadi. Bitta 50%, 100% slovakcha gapiradi. Tramvayni yo'li mana, ostanovkasi. 100% slovakcha gapirsa, 50% inglizcha gapirar ekan. Xudoga shukr. Oz-moz bo'lsa ham qiziqib inglizchani bilar ekanman. Menga xudoga shukr hamma yo'q ancha oson. Gapirib tushuntirish. Endi yana ishxonada juda asqatda shu ingliz tilini bilish. Hozir bolalar men sizlarga bitta ploshchadni ko'rsataman. Mana o'sha yerga qarab ketyapman. Narjicha nariroq ekan. Ishqilib mana shu yerdan ko'rsataman bo'laveradi. Buyog'i 50 metr, 60 metr shunaqa. Kimdir haykali. Mana o'sha tagan sentr mana. Mana. Bo'llar Slovakiya sentri mana. Slovakiyaning bas Bratislava sentri ekan mana. Mana shu sentr bo'ladi. Buni ismini ham yozishmabdi, o'zini ham yozishmabdi. Mana shu yerdan endi misol mana shu haykal tomon, mana shu tomonga 2,5 soatlik yo'l Shvetsiyaga. Bu tomonga biz keldik, mana Budapesht degan shaharga bordik. Budapest deydi. Budapesht emas ekan, Budapest ekan bu. Vengriyaning Budapesht shahri poytaxti. Hozir aytaman, 2,5 bo'lsa 3,5 soatlik yo'l. Bu tomonda Praga. Uni hamma tushundi. Praga degan joy tak, Vena Shvetsiyaniki bo'lsa, Praga Chexiya. Boringki 1 soat, 1,5 soatlik yo'lda. Avtobus mashinada. Avtobusda ham mashinada ham. Avtobus mashinadan tez yurishini hisobi ularni o'zini belgilangan liniyasida ketar ekan. Ular mashina xalaqit bermaydi. Rossiyada bo'lganlar bilsa kerak. Yo'lda ikkita polasa yo'l bo'lsa, o'ng tomonida o'sha avtobusga belgilangan o'zining liniyasi bo'ladi, yo'li bo'ladi. O'sha yerdan yuradi. Kecha ishlab mana ishdan chiqib bugun bir aylanadim. Bu bilmayman nima ekan, bu ham bir joy ekan.
yo'llar trolleybuslar. Ne odamlar nima deydi? Misol bizda ham mashina ketayotgan bo'lsa, boshingizni bunday qilib salom bersangiz, sразу ham salom kulib salom. Bitta ham xuddi shunaqa ekan. O'tib ketayotgan odam kulib ne qilib boshini pastga tushirar ekan. Lekin ko'pchilik bitta hali nimalarga o'xshab Amerikada, Angliyada oldin eslaydigan bo'lsa, shlyapalarda yurishardi-ku. Bitta ko'pchilik shunaqa yurar ekan. Lekin salom beratib, boshimni egib, shlyapa uchun ishab qo'yishadi. Добрый день. Bitta shunaqa salomlashish, misol hali qalaysan basda hali bizda assalomu alaykum deyiladi, misol kattaga. Bitta yoshlar ham shunaqa solishar ekanda. Salom degani ag'oy degani. Misol assalomu alaykum yoki hurmat yuzasiz добрый день, ya'ni yaxshi kun, xayrli kun, mana shunaqa. Hozir men ham kurtkada yuribman. Mana bitta hid qaranglar. Kurtkada yuribman. Havo 15 yo 16 tani buni boshi yaltiradi-ku, o'shandan ko'rasa bo'ladi. Ana qilib o'tiribman böyle. Gazon bularda gazonda yurmanglar, bosmanglar deyilmas ekan. Bular o'sha joyda o'zim bilib chiqmas ekan. Lekin eng hali yoqqan joyi bolalar, qizlar, o'rtoqlar, do'stlar ishonasizlarmi? Hali bir gap bor-ku, toza joy tozalangan bas, kir qilinmagan joy deydi-ku, xuddi shu narsa bitta ishlar ekan. Birorta qog'oz, birorta yotgan bir o'sha tosh ham ko'rmadim-da men. Shunaqa nima qilishar ekan, hali qattiq olishar ekan, tozalaydi. Men shunisiga tan berdim, shunisiga Xudo xolasa kelinglar aylanib, turistik viza Bratislavaga, Slovakiyaga juda oson ekan olish. Mana men o'zim lichna borib, o'sha yerda surishtirdim. Bu Toshkentda Vizametrik degan joyda bor ekan. O'sha yerlarda surishtirib aylanib keldik. Azalinglar, Bu ham bir qo'shiqlardan biri. Ana endi do'stlar, men sizlar bilan Xudo xolasa haqiqiy Bratislavani turistik plashadiga borib biradamiz. Bitta eng qizig'i yana turistman deb bir kafega kirsangiz yoki bir kafe ko'proq hali marojnoxona, kafe, shunday kichkina kafechalar bo'lar ekan. O'sha yerga kirsalaring, turistman deb yo pasportlaringni ko'rsatsalar yoki ID kartalaringni ko'rsatsalar, haqiqatan ham mehmon bo'lsalaring, bepul kofe, bepul bulochka, hali odam och qolmasin uchun bepul berdi-da, berar ekan shu shaxta. O'shaning uchun ya u degani hali bepul ovqatlar uchun xayr emas. Bu hurmat yuzasi, misol och qoldim yoki bir piyola kofe ichi yoki choy ichaylik desalaring, pul olishmas ekan. Boshqa davlatda agar turist bo'lsa ko'zlari "Va, pul keldi" deb, yo'q. Bitta unaqa emas ekan. Men tushunmadim, xonadonning o'rtasida tilab qo'yaymi ekan? Albatta yozda вообще mazza bo'lsa kerak. Faqat men bu plashadda otini bilmadim, nima ekan? Kasa so'rasam, aka. Qizlar so'raymiz hozir. I'm sorry, in English? Okay, have a nice day. Ukrainkalar aytmoqchi. Bitta Ukrainlar, shu Ukraina davlatidan kelganlar nihoyatda ko'p. Endi ularni nimasini tushuntirib o'zimiz. Qani kafelar, mana bunday kafelardan bittasi. Hozir nari plashadga borib, o'sha yerdan video olib qo'yishimiz. Xudo xolasa. Mana ko'rasizlar. Davom etamiz.